Peygamber qavrasini himoya qilguvchi, ummatni birlashtirib, dushmanlardan saqlagan, Makka Madinaning xizmatkori, kamtarlik ridorsini ortgan islomning botur qahramoni Sulton Yavuz Selim. İslam alimi parçalangan bir halda Şərq tarafta tarixda ko'rilgan eng badbaxt inson İsmail Safaviy bosh ko'targan. Safaviy davlatining asosli maqsadi ozg'in Shia Safaviylikini yeyib, ahli sunnini yo'qotib, islom diniga zarar berish edi. Safaviy davlati Fars, Iroq va Arabistonning sharqida hukm surmoqda va u yerda yashagan millionlarcha musulmonlarni o'ldirib yoki Safaviy qilishga majburlamoqda edi. Bu yetmagandek yana bir tarafdan salibchilarning kiris qo'shinining yurishlari bor edi. Andalus va ko'plagan musulmonlar diyorlari salibchilarning ishg'ol ostida qolgan va musulmonlar talon-taroj va zulm ostida ingrayotgan edi. Hatto Xristian papasining yetakchiligida Ingiltera qatorliq ko'plagan davlatlar muqaddas ittifoq nomi ostida birlashgan edi. Bu ittifoqning asosli maqsadi islom dinini tamoman yo'q qilib tashlash edi. Buni anglagan Shah Ismoil fursatni g'animat bilib, papa bilan birlashib, sharqdan Safaviylar, g'arbdan salibchilar yurish qilib, Osmoniylarni yo'q qilishga bel bog'laydi. Buningdan yomon nima ish bor deysiz? Albatta buningdan yomon g'arazlar maydon dedi. Shah Ismoil Portugal salibchilar qo'mondoni bilan kelishib, payg'ambarimizning qabrasini qazib, tijorat maqsadi uchun o'g'irlamoqchi edi. Osmoniylar bo'lsa, shuncha mushaqqatchilik ichida o'rnidan turishga tirishsimi, lekin 2 Bayazid davrida nihoyat ojizlashgan edi. Osmoniylarning har yerda, hatto ish ustida turganlar orasidami Safaviylarning ta'sirlari o'rin olgan edi. Buncha nachar holatning orqasidan Osmoniylar faqat yiqilish sharpisi edi. Lekin hech o'ylamagan yerda Allohning solih bandalaridan biri Yavuz Sulton Selim maydonga chiqdi. Taxtga chiqibla Osmoniylarning birligini mustahkamlab va nusratning sabablarini hozirladi. Va tunji bo'lib Safaviy ilonining beshini kesish uchun tayyorlandi. Va davlatning bexatarligidan omon bo'lgandan keyin o'zi bosh bo'lib 100 ming kishilik qo'shin bilan otlandi. Safarning yiroqligi sababidan uni berishdan to'xtatmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, u yanala qo'shinni o'zi boshlab bordi. Buni anglagan Shah Ismoil qo'rqinish kirib, qo'shinning oldini to'smoqchi bo'lib, yo'l bo'yi qo'shinga ziyon selish uchun o't cho'plarga o't qo'yib, dashtlarda qo'shinni kechiktirdi va qo'shinning ochliq tugab qiynalganida hujum qilishni planlaydi. Strategiya jihatda urush qilish uchun chaldirini tanlaydi. Yavuz Sulton Selimning qo'shini bilan bu yerda uchrashdi. Alloh rizosi uchun chiqqan bu qo'shin Safaviylarni tarmor qilib, g'alaba qozonib, chaldiran urushida Allohning ato qilgan bu g'alabasiga shukr sajdasi qildi. Lekin to'xtashni xohlamaydi. Urush tugar-tugamas qochgan Ismoil Shahning kaynidan Safaviy davlatining poytaxtiga qarab yo'lga chiqdi. Buni anglagan Shah Ismoil qarsini ko'rsatmasdan shahardan qochib ketdi. Shu yo'sinda Sulton Yavuz Selim shaharni Safaviylardan tozalaydi. Yavuz Sulton Selim haqiqatan din uchun yenib turgan bir kishi edi. Nimaning aram elishganligini bilmaydi. U butun Farsni fath qilish uchun etiqmin edi. Lekin ochlik yetarsizligi va havo kalimati buningga yor bermasdan Istanbulga qaytib keldi. Chaldiran ma'rakasidagi g'alaba xabarlari boshqa musulmonlar diyorlariga yetib kelgandan keyin Shamdan Misrgacha bo'lgan butun tuproqlardan Yavuz Selimga maktub yo'llaydi va uningdan islom dunyosini birlashtirishni va adolatini barpo qilishni talab qiladi. Yüzlerce yillar bo'linishdan keyin Sulton Selim bu tuproqlarni birlashtirishga bel bog'laydi va ishga kirishadi. Uning ikkinchi qadamda yurishi janub edi. Safaviylar bilan maxfiy birlashgan Misrdagi mamluklarga jazo yurgizib, bu mushkulotni yo'qotmaganida salibchilardan musulmonlarni himoya qila olmaydiganligini tunib yetgan Yavuz Sulton Selim mamluklarga qarshi yurishni boshlaydi. Bu asnoda Sina cho'llaridan o'tish kerak bo'ladi. Yo'l dishgan zo'r qo'shin olma bog'laridan o'tadi. O'tib bo'lgandan keyin askarlarning nohaq olma olgan yoki olmaganligini bilish uchun Sulton Yavuz Selim to'xtab, olma yugisi borligini butun askarlarga uqtirdi. Ammo bir askardanmi olma chiqmaydi. Buni ko'rgan Yavuz Sulton Selim, "Men bu qo'shin bilan dunyoni fath qilaman" deb yo'lga chiqdi. Va tarixda Napoleonmi shuncha imkoniyatlarga ega turibmi o'talmagan Sina cho'lidan o'tib Misrga yurish qildi. Kunduzi 50 gradusdan ortiq issiqlikda bo'ladigan 70 yillarda bir yomg'ir yog'adigan bu cho'ldan o'tganida Allohning rahmati yomg'iri yog'di. Mana bu Alloh uchun otlangan qo'shinga Allohning bergan iltifot edi.
va bu ko'plagan universitetlarda muhokama temasi bo'ladigan Sultan Yavuz Selimning Sino cho'lidan o'tishi edi. Yuqori himmat bilan Misrga o'tgan Sultan Yavuz Selim Mamluk qo'shini bilan Ridaniyada to'qnashdi. Mamluklarning o'ng tarafida Al-Muqaddam tig'i, so'l tarafida Nil daryosi bor edi. Buning bilan mamluklar o'ng so'ldan xotirjam holda oldi tarafiga xandaqlarni ko'lab, fransuzlardan olgan to'plardan va fransuz to'pchilardan foydalanib, Osmoniylar qo'shinni yaqin keltirmaydi. Lekin Sultan Selim Al-Muqaddam tig'idan aylanib o'tib, mamluklarning o'ylamag'an yerida orqadan hujum qilib, ularni tarmar qilgaydi. Ayni vaqtda Mo'ng'ul bosqiniga qarshi ummatni oyoq turg'izgan mamluklarning bu avlodlari mamluklar davriga xotim bergan edi. Chunki bu muqaddas omonatlarning haqqini kim joyida o'rinlamaydi ekan, u kimning avlodi va kimning varisi bo'lishidan qat'iy nazar uning davri oxirlashadi. Misrda Sham tuproqlaricha birlashtirgan Sultan Selimga Hijozdan uningga tabi bo'lish to'g'riliq maktub yo'llaydi. Va bu nusrat xabardan olgan Abbosiylar xalifasi 3-Al-Mutawakkil xalifalik unvonidan voz kechib, buni Sultan Selimga topshirdi. Yavuz Sultan Selim muqaddas tuproqlarni Osmoniylar xalifaligiga qo'shgandan keyin bir kuni juma namozida Makka Madinaning hokimi deb e'lon qilindi. Lekin u o'rnidan dast turib, "Men bu tuproqlarning hokimi emas, balki xizmatkordirman" deydi. Va Xodimul Haramayn unvonini oladi. Sultan Selim musulmonlar tuproqlarini birlashtirgandan keyin birinchi bo'lib payg'ambarimizning qabrisini himoya qilish uchun islom flotining kemalarini Qizil dengiz va Hind okeaniga berishga amr qildi. Dengizda Portugal salibchilariga qarshi g'alaba qozonadi va Osmoniy floti Somali qirg'oqlariga ulashdi va Somaliga payg'ambar qabrisini qo'g'dash vazifasini topshirdi. Shu vaqtda Sultan Selim bir kuchli islom flotining bo'lishining intayin muhim ekanligini tushunadi va kuchli bir dengiz armiyasi tashkillashga buyruq berdi. Shundan e'tiboran Osmoniy xalifaligining dengiz armiyasi tarixda nurg'un muhim vazifalarni o'rindaydi. Ummatni birlashtirgan, payg'ambar qabrisini himoya qilgan Hormuz sulton fathlar orqasidan Istanbulga qaytganida oylarcha sultonni qarshi olish uchun chiqqan xalqning kutib turganini anglab, qo'shinni shaharga oz qolganda to'xtatib qo'ydi va xalq kech vaqtida uylariga qaytganida shahar kirishga buyruq berdi. Uningdan "Ey sultonim, nimishqa kunduz shahar kirmidik?" deb so'rganida, "Kunduzi kirganimizda xalqning olqishlari ichida kibrlanib, o'zimizga tamanna qo'yib qilishimizdan va xalqning bu nusratni bizdan ko'rib qilishidan qo'rqdim. Halbuki bu Alloh tarafdan berilgan g'albidir" deb javob berdi. U hayotini islom uchun safardan safarga yurib o'tkazdi. Uning ilmga bo'lgan yerismanligi safarlarda necha tugi kitoblarni ilib minishida ifodalanadi. Va u 3 chet el tilini biladi. Qisqasi u qalbida va ruhida yongan islom muhabbati bilan uning og'zida emas, hayotida yashnab, uni yuksak darajaga ko'targan edi. U sakratdagi vaqtida eng yaqin odamlardan Hasanjon. Amdilikda Alloh bilan birga bo'lgan vaqt yetib keldi, deganida, "Hey Hasanjon, sen bizni bundan burun kim bilan deb o'ylayding?" deb javob bergan edi. Mana bu Fatih ajdodlarimizning ish izlari edi. Va ayni vaqtda bugungi musulmonlarning nimaga dengizga ko'pik o'xshab qolganligining javobi edi. Oxirda Alloh subhanahu va taolodan bizlarni islom uchun hayotini bag'ishlagan va yashatgan insonlardan qilishini so'raymiz. Amin.